Dugonalarim bilan Bakuga borganda shu paxlava tomog'imda qolgandi. Bugun retseptni sizlar bilan bo'lishaman. Tayyorlanishi juda ham oson, barakali shirinlik. Un, ichimlik sodasi, xona harida eritilgan margarin, tuxum sarig'i, smetanani birdaniga solib, xamir qoramiz. Xamirni strichlab, tindirish uchun olib qo'yamiz. Maydalangan yong'oqqa shakar, tuxum oqini solib aralashtirib olamiz. Tingan xamirimizni olib 4 ta zuvalaga bo'lib, har bir zuvalamizni yupqa qilib yoyib olamiz. Nachinkamizni esa 3 ga bo'lib olib, ko'rsatilgandek qilib yupqa qilib yoyamiz. Ketidan ikkinchi xamirni yoyib chiqamiz. Xamir nachinka xamir shu ko'rinishda 4 ta qavatini terib chiqamiz. Eng yuqori xamirga pichoq bilan iz tushirib, tuxum sarig'ini surib olamiz. Ustiga yong'oq bilan bezak beramiz. Men 30 ta bo'lakka bo'lib oldim. Agar xohlasanglar maydaroq qilsanglar, 60 tagacha chiroyli bo'lak tushirsanglar bo'ladi. Pishib chiqqan paxlavamiz ustiga issiqlik paytida asal surib olamiz. Ha, bu hayotingizda yegan eng mazali paxlava bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, Nodirangizni duo qilishni unutmang. Yaqinlaringizga hayit ayyomiga tayyorlab bering.